Melish narsalar bilan ovora bo'lib qolishlik. Mashinasi 10 ming dollarlik mashina. 20 ming dollar sarfladim mashinaga deydi. Yangi olgan mashinasi 10 ming dollarlik mashina bir oyda ichida 20 ming sarfladi. Nima emish? Shaharda bitta bo'lib yursinmish. Himmatni qarang. Himmatni qarang. 10 ming dollarlik mashinaga 20 ming sarflab yubordi. U karkasiyla qoldi-da uni. Mana shu oliy himmat odam emas. G'amni qarang, tashvishni nima ekan? Shaharda bitta bo'lib yursin ekan. Ha, pulni o'zi topgandan keyin o'zi sarflaydi, biz ishimiz yo'q, lekin oliy himmat musulmon yigitga shunaqa qilish to'g'ri keladimi? Qarindoshlarda bordir muhtoj odam, o'sha 20 mingni 10 mingni berib qo'y, bermaydi. Chunki uni maqsadi nima? Primitivda. Hikmatli so'z birodarlar. Sultonni qasrida ishlaydigan ishchi. Sultonni nazarida qadrini qanchaligini bilmoqchi bo'lsa, o'sha saroyda ishlayotgan ishchi qarasin. Sulton uni qaysi ishlarga buyuryapti? Qaysi ishda sulton unga ishonyapti? Shundan bilib qo'yaversin sultonning nazardagi qadrini. Agar biz ham Alloh taoloning huzurida qadrimiz qanaqa ekanligini bilmoqchi bo'lsak, qaraylik. Alloh bizni nima g'amlar bilan band qilib qo'ydi? Nimalar bilan kallamiz band? Nimalarda orzusi umidida yuribmiz? Robbimiz bizga nima ishlarni buyuryapti? Qaysi ko'chada bizni ishlatyapti? Agar himmatingiz oliy bo'lsa, Robbi sizni yaxshi ko'ribdi. Ummatga, xalqimga, vatanimga foydam tegsin, jamiyatga bir foydali inson bo'lay degan balandroq narsani fikr qilayotgan bo'lsangiz, demak Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Ma'qulmi? Shu odamlar bor. Bir majlisga kirsa, borligi bilinmaydi, yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi, o'lib ketsa, o'lgani ham bilinmaydi. Ya'ni hech kimga foydasi tekkan emas bu odamni. Shuning uchun birodar, kechagi kuningga qara, bugungi kuningga qara, ertangi kuningga qara. Arzigulik biror narsa bilan bandmisan? Innalloha iza ahabba abdan ista'malahu. Rasululloh aytganlar, Alloh bir bandani